Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Mana bugungi mashinamiz Tucson Hyundai bilanlar. Hyundai Tucsonimiz 4 pozitsiyadan iborat bo'lib, bu 4-pozitsiyalari bilanlar. Bularda panel LED lampochkalardan foydalangan. Zayka diskara quymalar, orqa faralar diodli, 12 korobkali. Orqa oldi transmissiyalar tortadi. Bunda 3 ta funksiyalar bor: komfort, sport keyin ekonomik rejimlarimiz bor. Bularda panorama lukli ichki salonlar fonda xromlar bilan to'ldirilgan. Hozirgi bu narxlar 490 million so'mga chiqariladi. Avtomat korobka. Mana polnalina qala tablolar, polnalina qala jihozlangan. Bu 6 sidin 7 kishilikka mo'ljallangan. Orqa sidini yig'ishtiriladi. Oldi rollar chiptronikalaridan foydalangan. Bularda yomg'ir yoqqanda oldi faralar xiralaysa o'z avtomatik suv sepadi. Fara panel LED diodli, oldi abzokkalar, panel xromlik.